Remontini qizig'i yo'q. Baribir o'zimga moslab remontlarni cho'tki qilib olaman deganlarga 2 xonali, bemalol 3 xona qilsa bo'ladigan 20 ming dollarga kvartira topib qo'ydim. Rostdan do'stlar, narxi bor yo'g'i 20 ming dollar. Ya'ni ozgina tushirib ham berishadi. Oshxonani balkonga olib chiqib, farzandlaringizga yaxshi sharoit qilsangiz bo'ladi. Mehmonlar, kattalar yotoqxonasi va sanuzeli mavjud. Gaz, svet, suv va kanalizatsiya zo'r. 4 qavatli panelli domning 4-qavatdagi ushbu xonadonimizda ancha yillardan beri ijarachilar yashagan. Videodagi jihoz va texnikalarni ham qo'shib beramiz deyishdi. Yana kelishsalaring bo'ladi. Do'stlar, ushbu xonadonimizda egalar raqami hozir ekraningizda turibdi. Bemalol telefonlashib, kelib, ko'rib, savdolashib baraka qilsalaring bo'ladi. Yanada to'liq ma'lumotlarni aynan ekraningizda turgan nomerlardan olishingiz mumkin. Narxini aytib o'tganimda 20 ming dollarga baholashmoqda. Manzilimiz Farg'ona shahar, Qirguli mavzesi Sharq gostinsiyaning orqasida bo'ldi.